deb buyurganda otgan ekan. Alholda iqonda fomit nishon etmishlar. Kim bo'lsin? Bu urushda musulmon askari uchun xiyli maqomatlik urush bo'lib, Rossiya askariga yangi askar kelmay, bular mudofaaga qodir bo'lib, oxiri hol Rossiya soldatlari Turkistondan qaytib ketib turganda yangi soldatlar O'rinbur tarafidan kelib, quvvat topib, musulmoniyadan ko'p qirilib, so'ngra amirlashkar qaytganda bular orqasidan kelib, Chimkentda yana katta muhoraba bo'lib, Iqondan Chimkentda odam ko'p qirildi deydur. Alholda ham ul vaqtdagi urushda bo'lgan kishilar ko'p muoyana biladurlar. Bularni o'z og'izlaridan eshitib, 10 kishining so'zini taqqoslab, o'rtasini olindi. Bo'lmasa, mubolag'alik bo'lsa kerak. Bu Turkiston muhorabasidan qaytib kelib, Chimkentda urush bo'lgan. Bu Chimkent muhorabasi deb qish ichinda bo'lgan Iqon Turkiston ila Chimkent arosida bul to'g'rida ekanki, Mingboy Dodxoh ikki yeridan yarador bo'lib, qo'shga tushib yotqizib qo'ygan ekan. Amirlashkarni qo'shiga chaqirdi. Amirlashkarga aydi: "Ey olimqul, kichik eding, katta bo'lding. Muncha ish, qancha musulmonlar halok bo'ldi. Endi ish qo'ldan ketadur. Davlat tojik o'ldi. Qurama Qipchoq kattasi man bo'lsam, 1,5 soat umrim qoldi. Endi sanga bir nasihatim bor. Qulog'ingga olsang, jami oq tug', qora tug' askaringni ol. Buxoroga borib, amirga qo'shil. Amir ila xoh muhoraba, xoh musolaha birga qilinglar. Bo'lmasa ish qo'ldan ketdi" deganda amirlashkar aytibdirki: "Aka, jon shirin, qo'rqib qolibsiz" deganda Mingvoy Dodxoh alfozi qabiha ila so'kib, "Bu musulmonlarning o'ligini xohlagan yeringga ur" deb qo'shida turgan amirlashkar ketgan ekan. Amirlashkar chodiriga yetgan hamon Dodxoh olamdan o'tdilar deb kishi keldi. Borib janozasini o'qib, Chimkent mazoriga dafn qilingan ekan. Rahmatullohi alayh. Bul to'g'rida amirlashkarning g'ayratidan ko'p sipohlari qo'rqib, bizni sovuqda ham och qo'yib o'ldirur ekan. Buni deb amirlashkarni saranjom qilmasak bo'lmaydur deb umarolar maslahati ilan bir sag'ira qul otibdur. O'ligi anda qoldi. Lashkar fatarot bo'ldi, buzildi. Hamma qochib Toshkent keldi. Amirlashkar hukumati Mallaxon Faftindan so'ng Xo'qandda va chetda gohi butun va gohi yarim mutafarriqalik ilan 3 yilga yetdi. Har na bo'lsa, bu zot mamlakatdorlikka bir oz ahamiyatga harakat qilib, muqovamat etdi. Bu Farg'ona va Turkiston xonlaridan 2 kishi fuqaro va dinu millat uchun harakat etgan edi. Biri bu amirlashkar va biri marhumiy Mallaxon. To'plar qo'ydirib, miltiqlar yasab, korxonalar qilib, to'plar uzrasiga kumushlar ilan yozuvlar yozib, yaxshi diqqat etgan edi. Chunonchi bu nazmlar: Amirlashkari g'oziy kardanishon, jallodi to'pi purchashmi otashfishon. Forsiy bayt mazmuni: G'oziy amirlashkar nishonga oldi, olov sachratuvchi to'p bilan. Buzrukxon to'ra va Yaqubbeklarning kelgani bul tarixlarda edi. Bul hikoyani aytguvchi Hoji Muhammadjon Mirzo Dushaboy farmonachi o'g'li ediki, Iqonda amirlashkar ilan birga bo'lib, belidan o'q yeb yotganda, Rossiya tarafidan otilgan bir to'pning o'qi bularga yaqin tushib, yorilib, bul bechora yaradorning yotgan yerida yorilgan o'qning bir bo'lagi jag'iga tegib, past jag'i tushib, necha kunlar hakimlar muolaja qilib, so'ngra navi tuzalgan ekan. Nuqsonlari roviyning gardaniga homildur. Eshitilgancha yozildi. Xudoyorxonning 4-xonlig'i. Amirlashkar qatlindan so'ngra Sulton Sayyid Toshkentda qolmadi. Amir Xudoyorxonni olib, vaqtni g'animat bilib, Xo'jandga keldi. Aholi Toshkent amirga faryod, odam yuborib, bizga imdod qilsunlar deb iltijo qildilar. Ulzot na imdod va na maslahat ko'rsatdi. Xudoyorni olib Xo'qandga ketdi.
olib borib o'z qavlindan xon qilib qo'ydi. Xudoyorxon xutbani amir ismiga o'qitdi. Tobe hukmida bo'ldi. Banogoh Rusiya ilan muhoraba ochsalar, bir-biriga imdod bo'lmoq qasdi ekan. Arolarinda ahdu paymonlar etdilar. Bo vujudi zolik amir Xo'qandiylarning uzridan amin bo'lmay, Xo'qandni Xudoyorxonga, Toshkentni Rusiyaga tashlab ketdi. Roviylar qavlincha Toshkentda 60 kun va ba'zi qavilda 80 kun muhosara bo'lib, ichindan muhobara, toshindan muhosara va muhoraba bo'lib, hijriyning 1282-sinda, milodning 1865-da yoz may oyida Rusiya qo'liga o'tdi. Bu to'g'rida Sulton ul Orifin so'zlari to'g'ri chiqdi. Dar soli g'uraf agar biymoni bini, mulku maliku millatu din bargardad. Forsiy bayt mazmuni: g'urof yiligacha yashasang, mulk podsho, millat va dinning ketganini ko'rasan. Arabcha g'urof gʼ, r, o, f harflarining abjad hisobi bo'yicha yig'indisi 1280 ni tashkil etadi. Deganlari muoyana bo'ldi. Ammoki Toshkent tashinda muhosarasindagi Rusiya askari 2000 miqdorida bo'lib, qirg'iz qazoq qo'shilib ko'p edi. Bu muhorabada islomdan ko'p odam nobud bo'lib, Rusiyadan talofot 100 ga yetmas edi, deydilar. Aholiyi Buxoro bu safarda Hazrati Amir Rusiya ilan bir ish qilib, biz fuqarolarni rohatlantirib qo'yar deb umid qilgan edilar. Amirni borib targ'ib qilib, farziyati jihodni ulamolar aytganda, amirning tobi bo'lmay, noiloj bu g'avg'oni bosmoq uchun harakat qildi. Rusiyaga to'g'ri kelmoqqa Buxorodan chiqib, Mayda Yulg'un degan yerga Buxoro askari qo'ngan edi. 60 ming miqdor askar edi. Ko'pligiga ishonib, mag'rur bo'lib, bohuzur bokira quchib yotdilar. Rusiya askari bularning beparvoligidan istifoda qilib, oz askar ila ba'zilar 500, ba'zilar 1000 miqdorda edi, deydilar. Kechasi Daryoyi Sayxundan o'tib, to'p otg'oni hamon lashkari islom zilzilaga tushib, to'f-to'fang o'q-dori va asbobu advotlarini tashlab Buxoroga ketdilar. Bular Rusiyaning bir otgan to'bining qo'shin o'rtasida yorilganini ko'rib buzildilar. Qolgan narsalar Rusiyaga o'lja bo'ldi. G'aflatni erlikdan bilmak buxoroliklarning ishi emish. Harakat etsalar, o'z sipohiylariga vahm tushar emish va ham xasimni pisand qilmagan emish deb kichkina bolalarning fikriga iktifo qilib, nomus va erlikni qo'ldan berdilar. Rusiyaga askar jam qilib muhoraba qilgani sababidan va muxolafat izhor qilgani illat bo'lib, Xo'jand, O'ratepa va Jizzax qo'ldan ketdi. Rusiya zabt etdi. Bundan so'ngra Rusiya ilan o'zlashib, musolaha bo'ldilar. Rusiya ilan bartaraf bo'lgandan so'ng Buxoro musofotiga qo'l uzatib, 1285-hijriyda Samarqandni oldi. Andan Kattaqo'rg'on olindi. So'ngra o'rtada amir ila musolaha bo'lib, islohot joriy bo'ldi. Xudoyorxon Rusiyadan xotirjam bo'lib, vaqtini o'yin-kulgi ilan o'tkarib, kush solmak va ko'kbo'ri chopmoq yo'llarinda ulamo va fuzalo nasihatlariga amal qilmay, zulm va jabr tarafiga o'tib turganda, raiya, xalq yuz o'girib turganida, musulmon qulning o'g'li Oftob